Assalomu alaykum, biz YouTube tarmog'ida kuzatib borayotgan qadrli obunachilar, hammalar sog'misizlar, salomatmisizlar? Bugungi montajlarimiz Usnahasi 7. Bugungi montajlarimiz Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Xonobod mahalla fuqarolar yig'iniga 7 metrlik terasga olib kelib o'rnatib berdik. Zalotoy dub profilidan. Avvalambor razmerlarni tushuntirib o'taman, keyin narxlariga to'xtalib o'tib ketamiz. Qadrli obunachilar, razmerlarga to'xtaydigan bo'lsak, xo'p, общий enlari 3,5 metr bo'lyapti. Eshigini o'zi 1.10 eshiklarni qo'yib berganmiz. Eshigini boy bo'ylari pastdan tepagacha 280 cm. Yonida bokovoylari 1.40 bokovoylari bor. 3 ga bo'lib, tepasini framogasini bir dona bo'lmasdan nihoyatda go'zal va sifatli qilib qo'yib berdik. Qadrli obunachilar, keyingi razmeriga to'xtaydigan bo'lsak, keyingisini razmerlari, enlari Xo'p, 3 metr bo'lyapti. Bo'ylari 280 cm. Ikkita ochilish qo'yib berganmiz. Nihoyatda go'zal va sifatli bo'ldi. Penalariga to'g'rilar, penalari atido hamma yo'g'iga aylanasiga quyib chiqdik. Yorog'iga borib tushuntiraman. Taylariga mana alyumin arkafonlarni qo'yib berdik. Romlarga ikkita ochilish qo'yganmiz. Oynalarni bir qavat oq oynalarni qo'yib berdik. Qadrli obunachilar, keyingisini eshigimiz bilan birga bo'lib ketgan romimizni ham yonlariga e'tibor beringlar. Yonlariga ham buni ham to'ldirib hamma yo'g'iga aylanasiga penalarni quydik. Aytadi hamma yo'g'i go'zal bo'lib chiqyapti. Ruchkalarga e'tibor beringlar. Ruchkalari termo ruchkalarni qo'yib berdik. Ochilib yopishlarga e'tibor beringlar. Mana kalitlari. Xo'p, liniyalarni iloji boricha bir xil qilib olib o'tib ketishga harakat qildik. Cho'tki chiqdi. Yonida отдельно yana bir dona ikki qanotli eshiklari bor. Enlari 1.10, bo'ylari 2.30 cm ikki qanotli eshiklarni qo'yib berganmiz. Bunga pastlariga qalampir gulli oq oynalarni qo'ydik. Tepalari oq oyna prostoy bo'ldi. Ruchkalar, termo ruchkalarni qo'ydik. Taylariga alyumin arkafonlarni qo'yib berganmiz. Buni ham penalari atido hamma yo'g'i aylanasiga quyib chiqildi. Qadrli obunachilar, ichki tomondan ko'rsataman. Tomondan ko'rinishlari, qadrli obunachilar, eshigimizni mana o'zlaring ko'ringlar, poldan tepasigacha hamma yo'g'i bekan ko'z cho'tki bo'ldi. Xo'p, delfinlarga e'tibor beringlar. Delfinlar akvani o'zini delfinlarni qo'yib berganmiz. Ochilib yopilishlari nihoyatda go'zal va yaxshi bo'ldi. Mana bemalol urib solib, xudo xolasa ishlatsa bo'laveradigan bo'ldi. Likillab nima bo'lgan yo'q, xudo xolasa shuruplarni haydab mustahkam qilib berdik. Xo'p, qadrli obunachilar, Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Xonobod mahalla fuqarolar yig'iniga 7 metrli terasga ipyulis bir dona yonida ikki qanotli eshigi bilan olib kelib o'rnatib berishimiz 11.500.000 so'mga olib kelib o'rnatib berdik. Kimda savol taklif bo'lsa kommentariyada qoldiringlar. O'qib chiqib javob berishga harakat qilamiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar bilan har doimgidek Xon Akfa.